Отношениядagi ha yoki yo'q. Birinchisi. Erkak kishi bilan birga ko'tarilish. Norum. Norum. Nimaga norum? Qadr bo'ladi. Da. Erkak kishiga pul berib turish. Vaziyatga qarab. Norum. Qiyin narsa bermaysanmi? Er xotin bo'lsang, qanaqa qilib bermaysan? Hozir xotin emasman. Yo'q, er xotin bo'lsang. Erga u vaziyatga bog'liq. Misol uchun yigitiga berish mumkin emas. U strom. Lekin eriga vaqti kelganda podдержка qilish kerak. Qaynota bilan yashash. Strom. Norum. Zulm ko'rmaganman chunki. Bu ma'ni qizchalarning varianti bo'lyapti-da meniki. 4-5 yil sevishib, keyin turmush qurish. Strom. Tezroq bo'lgan yaxshi-da. Ering sendan kichkina bo'lsa. Strom. Alohida chiqib yashash. Norum. Bir-birini telefonini kodini bilish. Norum. Instagram parolini-chi? Norum. Norum, lekin men bilmayman. Eri bilan alohida dam olish. O'rtoqlar bilan? Ha, ering o'rtoqlari bilan sen o'zing. Strom. O'zing dam olib olsan-ku. Soqoga endi. Egoist bo'lish kerak emas odam. Qaynotani xizmatini qilish. Norum. Birinchi marta norum. No, agar juda ham bunaqa zulmkor bo'lsa, tashamasa, normalniy bo'lsa norum. Ayol kishi чересчур rashkchi bo'lishi. Norum. Chunki bu endi Xudodan berilgan narsa. Ayol kishi eridan ko'p pul topsa. Strom. Barakasi ayol kishi o'tib ketadi. Norum. Bo'lmaydi. Strom. Norum. Strom. Men savol qilmadim, bironta savol bersang, ay. Tugadi. Paq.